$3000 ga Nexia 3 ni tuning qilsak qanaqa holatga keladi? Sizlarga hozir shular ko'rsatib ketaman. Mana bu tablomiz BMW niki qo'yilgan ekan. Ko'rinyaptimi kamerada? Mashinaning ichkarisi to'liq Merc, tashqaridan Nexia 3. Signallar ham Merc qilingan. Mana bu salon qismi bejeviy qilingan. Mana bu yoqdagi soatlargacha Merc'niki. Mashina avtomat holatda, rol ham Merc rol qo'yilgan. Yana bitta zo'r tomoni, mana bu monitorda 360 gradusli kameramiz bor. Ichkari, tashqari, yon hammasini ko'rsatar ekan. Eng qizig'i, mashinamiz 2017-yilda ishlab chiqarilgan va yurgani 120 ming kilometr ekan. Mana shu ko'rib turgan mashinalaringiz sotilyapti. Motorlari ochilmagan, yaxshi holatda turibdi. 4-pokoleniya gaz, 90 talik metani bor. Faralarigacha tuning qilingan ekan. Mashinamizda umuman kraskasi yo'q deyapti. Yana ham o'zlaringiz tekshirtirib olaverasizlar. Diskalarga keladigan bo'lsak, 223 Merc diskalari qo'yilgan ekan. Narxini egalari mana shu bozor narxida qilib beramiz deyapti. Pastda nomerlarni qoldiramiz, o'zlaringiz savdosini qilib olaverasizlar.